Bir kuni opam bilan uyda radio qo'yib o'tasam, bir qiz naqsh etib qolibdi. To'xtang taksi deb vaqirab ekan. Opam dedim-da, to'xtang taksi deb vaqirib unsinbas to'xtaydi-ku. Bir kuni erkak kamlarning masga bir qancha saysit kepti-da, las pomidor debke erkak kamlapsi uyda yugurib chiqdi. Hey, pomidor bormi, pomidor des. Yo debke, kilos qancha des. Bormi debke erkak kamlapsi bormi degan tushunmay, voy, bishingni aytgan, menda bo'lsa sendan so'ramdim debdi. Bir kuni ishbal shakirmakchilar nima qilibdi-da, her qilib misol badam o'tiray deb o'tirib qolsa, bir divan kelib sadaq bilaniya, to'g'inaniya, ilohi amin debga. Bu ishbal basimda 15 so'm qilib beribdi. Bu divan turib ketib, pulingni olmayman. Ayada bug'jim batishini o'rpa debdi.